Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotining buyuk namoyandasi, yozuvchi. 1894-yil 10-aprelda Toshkentda kambag'al bog'bon oilasida tug'ilgan. Dastlab eski maktabda, keyin rus tuzum maktabida o'qigan. Mustaqil ravishda arab, fors, rus tillarini o'rganib, sharq va g'arb adabiyoti bilan tanishgan. 1913-yildan boshlab adabiyot va matbuotda faol qatnashgan. Dastlab Juvonboz, Baxtsiz kuyov, Uloqda kabi hajbiy hikoyalar yozgan. U o'z asarlarida xalq hayoti, ijtimoiy tengsizlik, jaholat va adolatsizlikni fosh qilgan. O'tgan kunlar o'zbek adabiyotining birinchi tarixiy romani. Asarda 19-asr oxirida Turkiston hayoti, millatning fojiasi, muhabbat va vatanparvarlik masalalarini yoritilgan. Asosiy qahramonlari Otabek, Kumush, Yusuf Hoji bo'lgan. 1937-yilda xalq dushmani degan soxta ayblov bilan hibsga olingan. 1938-yilda otib tashlangan. 1956-yilda to'liq oqlangan. Abdulla Qodiriy o'z asarlari bilan o'zbek romanchiligining asoschisi bo'ldi. Uning asarlarida millat taqdirini, inson or-nomusi, erkinlik va muhabbat asosiy mavzulardir. Bugungi kunda Qodiriy nomi o'zbek adabiyotining faxri sifatida e'zozlanadi.